Uzdal HTML dersidagi 26 qism HTMLdagi web mulozamatlari. Biz oldida HTML orqali tor bet tuzishni o'rgangandan keyin, shu tuzgan tor betimizni dunyodagi boshqa kishilarning ko'ra olishi uchun cho'qim tor bet mulozamatlariga qo'yishimiz kerak. Bo'shliq setilishda tuvandagi masalalarni o'ylashimiz kerak. Ya'ni bu mulozimatlarni har qanday bir kompyuter bir mulozimat bo'la oladi, odatda to'rga ulangan kompyuter bo'lsa. Buningki uning qo'yilgan talabi birinchi qattiq detal saptamasi cho'qim cho'ng tipdagi haqiqiy tor bekat qurmoqchi bo'lsak, mulozimtir qattiq detal saptamasini oid yuqori bo'lish kerak. Odatdagi oila kompyuterdimi mulozimtir qurg'ul bo'lgan bilan, lekin cho'ng tipdagi bekatlarni normal so'rayolmaydi. Bu endi buni 5-10 odam ziyorat qilganda, bu odatdagi oila kompyuteri bir vaqtda shunchalik odamni ko'tara olgan bilan, lekin necha 10 ming, 100 ming odam bir vaqtda bu mulozimlarni ziyorat qilgan vaqtda odatiy kompyuterlar bu xil besimga bardoshlik berolmaydi. Buning uchun maxsus mulozimlar elishga to'g'ri keldi. Bu orqali 24 soatlik muqim ziyorat qilgan bo'lishni ishga oshig'ildi. Ya'ni maxsus mulozimlar ta'minlagan, ya'ni shu bo'shliq mulozimlar sotadigan tor bekatlardan Müşta mulazimda setib olsak bo'ldi. Ikkinchi yumshoq detal saplamasi. Yumshoq detal saplamasining tor bekat ziyorat abonent soni va muddatli iqim miqdoriga cheklamasi bo'ladi. Masalan, bu biz odatda mavhum bo'shliq olsak, shu bo'shliqningki mushu yumshoq detal saplamasi bizningki bo'shliqimizningki birlik vaqtda mancha odam ziyorat qilsa bo'ladi. Yoki bir oy ichidagi 4 yoki 5 iqim miqdoriga to'shgandan keyin tor bekat normal ochilmaydi degandek müşta cheklamalar qo'yildi. Uchinchi ish haqi. Ma'lum rayon tavasida oldingi qatorda turgan tor bekat qurish uchun mustaqil mulozimlar setilish va o'zimizning yumshoq detalini tanlab qochilishimiz hamda maxsus tor injineri taklif qilib ish haqi bilan uni qo'llashimiz kerak. Demakki, bir tor texnik sohasidagi bayroqdor bekat yoki shu tor texnik shirkati nomidagi bir tor bekat qurish uchun cho'qim mustaqil mulozimlar setilish, o'zimizning yumshoq detalni qochilab buni qo'g'dash ham maxsus tor injener taklif qilish degandek 3 shartni hozirlashimiz kerak. Odatda bo'shliq ta'minlash tor bekatlaridan mavhum bo'shliq setib olsak ko'p arzon to'xtaydi. Masalan 100 ko'yga 200 MB lik, 300 ko'yga 500 MB lik yilliqi. Mushta bo'shliqlar bor. Shunga hamda bu bo'shliqni ISP ya'ni internet mulozimat ta'minlaguvchi deb ataymiz. Shularga ehtiyojimiz tushadi. ISP ni ishlatishda tövendikilarga diqqat qilish kerak. Birinchi ulanish surati cho'qim tez bo'lish kerak. Endi ba'zi bo'shliqlarningki hamda cho'qim Wangtong torda yoki Denshin torda yoki u torda bu torda chiqidi deydigan mushta cheklamalar bo'ldi. Shu bo'shliq setib olgan nimalar qaraydigan bo'lsak, cho'qim hamda bo'lsa ko'pincha shu torni qo'llaydigan ham surtini tez bo'lish kerak. Bo'lmasa bu abonentlar tor betingizga kirib buni bir chekib qo'yib, bir necha sekund buni saqlab yo bir minutcha tor betning ichkilisini saqlab o'tirib, buni qildigan bo'lsa, keyincha bu tor bekatni qayta ziyorat qilmaydigan bo'lib qoldi. Ikkinchi qattiq detal saplamasi cho'qim yuqori bo'lish kerak. Buni oldin deb o'tdik. Uchinchi bexatarlik yuqori bo'lish kerak. Chunki bu tor bekatga agar bexatarlik tuvan bo'lib qolsa, hakkerlar asonlar hujum qilib qo'ydi yoki tor bekatga xatarlik viruslarni esib qo'ydi. 4-chi bir kunda 24 soatlik mutaxassislar maslahat berish lozim bo'lish kerak. Sizga shu bo'shliq ta'minligiga o'rin cho'qim 24 soat shu ismini turib, sizning bo'shliqingizdan mayli kech soat 2 da bo'lamdi, sahar soat 5 da bo'lamdi, maslahat chiqqan zamonda siz shularga masalan inkos qilsangiz shular sizga darhol masalani hal qilib berilgan shu mulozimatni ta'minlash kerak. 5-chi tor bekatni har kunda bir qatim avtomatik saqlash iqtidori. Buni bo'shliq mulozimlar ta'minligiga o'rnining mush iqtidori bo'lsa texmi yaxshi. Bunda bo'lganda tor bekat tasodifiy hamda oraliqda biz tor betni o'ngshash jarayonida o'chib ketgan yoki tor bekat buzg'unchilik uchirgan vaqtda mushlarni asliga keltirishga nihoyat qulaylik. 6-chi tor bekat iqim miqdori bo'lgan cheklama bizning tor bekat amaliy ziyoratchilarimiz ishlatgan iqim miqdoridan yuqori bo'lishi kerak. Bu degan gap, masalan bizning tor bekatimizga kunda 100 odam kirsa, cho'qim buningki iqim miqdori shu 100 odamning ehtiyojini qamdaydigan holatda bo'lishi kerak. Buningda oz bo'lib qolsa tor bekat oyning beshida ichilib, oy oxiriga mayli taqilib qolsa bo'lmaydi. 7-chi keng balbog'liq torning balboq qimati va tor bekat yo'llig'i bo'lgan mazmunga diqqat qilish kerak. Ba'zi mulozimlarlar detal tushirishni, yana ba'zilari film yoki naqsh
naqsha yo'llashni qo'llamaydi. Bu bo'shliq ekan deblam 5 yillik bo'shliq ekan, 50 yillik bo'shliq ekan deb elivergan bilan uningga bo'lmaydi. Cho'qim bu detal tushirishni qo'llamamdi. Buning film qo'ysak, boshqa o'ringa shu filmni yetkazishgan qo'yilmamdi. Naqsh muzikani bo'shliqqa chiqarib olgan bilan muzika qo'yg'ishlar o'lg'a vaqt normal qo'yilmamdi. Mush masalalarni o'ylash kerak. 8-ci email iqtidori bo'lish kerak. Ya'ni buningki masalan siz uzdil.com degan nomda tor bekat olsangiz, masalan uzdil@uzdil.com degan shu email o'zingizga xos bo'lgan email iqtidorini qo'llash kerak. 9-ci sandan ziyorat qilish iqtidori normal bo'lishi kerak. Masalan, PHP lik qo'shiqlarda yangi nashrdagi PHP MyAdmin qaçlangan bo'lishi kerak. Mana ASP netlik qo'shiqlar bo'lsa, cho'qim MS SQL qaçlangan bo'lishi kerak.